Assalomu alaykum ustakalar. Xudo xolasa mushalkalarimiz ham yana keldi, yig'ilib qoldi ancha. Tandir qozonligimizdan so'rayap turuvdi, temirchiligimizdan. Bularımizdan ham keldi. Bundan ham bor hozir nalichida, xudo xolasa. Bu yoqda 0.25 kubali o'zimizning eski gipiska mushalkalarimiz ham kelgan. Bu yoqda aravalar, bu yoqda zinalarimiz 7 talik, 8 talik hammasidan bor. Bu yoqda 80 talik so'raganda akamiz, uniki ham xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Bu yoqda yana 60 talik palovkalarimiz ham chiqyapti yana. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda bo'lyapti. Bu yoqda 40 ta 40 kolonnamizda profillari ham chiqqan, xudo xolasa zo'r holatda bu. Bu yoqda sesma poyezdlarimiz ham bor. 70 taligimiz ham xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bu yoqda ustaxonamizda ham ishlarimiz ketmoqda. Bu yoqda kimdir metallom o'g'irlayapti. Sakamlar. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Eng sifatlilari xudo xolasa bizda.